Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla ibodatlarimizni beriyo qabul aylasin. O'rganayotgan ilmlarimiz foydamizga hujjat qilsin. O'qiladigan oyatlarni ham Alloh taolo o'zi qabul aylasin. Inshaalloh karim bugun yana 4 ta surani tilovat qilinadi. Bu suralar hammasi Hamim oilasiga tegishli suralar. Ulamolarimiz Ali Hamim deyishadi bu suralarni, ya'ni Hamim oilasi. 7 ta sura bor, Hamim bilan boshlanadi. Bu suralarning hammasi o'sha huruf muqattaat, ya'ni uzilingan, ma'nodan kesilingan harflar bilan boshlanadi va shu harflarning orqasidan Alloh azza va jalla har bitta surada Qur'on haqida gapiradi. Val kitabil mubin deydi. Ochiq oydin Qur'onga qasam ichadi yoki bo'lmasa Duxon surasida aytadi, Josiya surasida aytadi. Kecha oxirgi o'qilgan sura Fussilat surasi bo'ldi va Ilahi Roddu porasiga kelindi. Bir bet qolgan edi Fussilat surasidan. Bugun endi inshaalloh karim Shura surasi o'qiladi, Duxon surasi o'qiladi, Zuhruf surasi o'qiladi va Jasiya surasi, mana shu 4 ta sura o'qiladi. Va kecha qolib ketgan poraga shunaqa to'g'ri keladi. Fussilat surasidan bir bet qolgan, o'shani ham qo'shib bugun inshaalloh o'qib ketiladi. O'sha oxirgi betda Alloh taolo aytadiki, biz insonni ne'matlantirsak bizdan yuz o'giradi deydi. Biz unga ne'mat bersak, unga yaxshi hayot bersak, go'yoki uni Robbisi bermagandek, uni ilm bilan qo'lga kiritgandek, xuddi o'zini qobiliyati bilan qo'lga kiritgandek shundoqqina bizdan yuz o'girib ketadi. Agarda biz unga bitta bir zararni beradigan bo'lsak, boshiga musibat beradigan bo'lsak, imtihon beradigan bo'lsak, uzundan uzoq duo qilishga tushib qoladi. Haqiqatda inson bolasi shunaqa. Qachonki ota-onasi vafot etsa, qachonki ishlari kasod bo'lsa, qachonki boshiga musibatlar kelishni boshlasa, taqvoz kuchayishni boshlaydi. Va Alloh taolodan shu musibatlar ketsin deb duo qiladi, yalinadi, yolvoradi. Alloh unga yaxshi hayot berishi bilan yana oldingi eski hayotiga qaytishni boshlaydi. Ya'ni Allohni unutishni boshlaydi. Qur'oni Karimda Alloh bizga bir qavmni juda ko'p keltiraveradi. Uni payg'ambarni ham ko'p keltiradi. Insonda savol tug'ilishi kerak. Nimaga aynan shu payg'ambar ko'p keltiriladi? Qur'oni Karimda bitta payg'ambar Alloh hamma payg'ambardan ko'p keltirgan. Musa alayhissalom. Shu qadar ko'p keltirganki, 130 dan ziyod o'rin ismlarini aytib gapiradi. Endi tabiiyki Musa alayhissalom gapirilgandan keyin u kishining qavmlari yana gapiriladi. Shuncha ko'p eslatadi. Nimaga bizga Bani Isroil ko'p eslatiladi? Muzammil surasida ham inna arsalna alaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula deydi. Biz sizlarga guvohlik beruvchi Muhammad alayhissalom yubordik, xuddi Fir'avnga Musoni yuborganimiz kabi deydi. Ko'p o'xshatish qiladi Alloh. Chunki bu ummat qiyosi Bani Isroil qiyosiga o'xshab ketar ekanda, o'shaning uchun Bani Isroildan ko'p keltirar ekan. Bu ummat hiylasi ko'p ekan. O'shaning uchun Alloh taolo ko'p hiyla qilgan Bani Isroilni misol qilaveradi. O'xshab ketmang shularga, o'xshab ketmang. Ularni Alloh shuning uchun halok qildi. Shuning uchun to'ng'iz maymunlarga aylantirdi. Shuning uchun ularga g'azab qildi. G'oyiril mag'dub deganda Alloh taolo mana shu Bani Isroil nazarda tutgan. O'sha g'azabga uchraganlardan qilib qo'ymagan bizni. Valaddolin adashganlardan qilib qo'ymagan deganda g'oyiril mag'dubdan maqsad shu Bani Isroil adashib ketgan, g'azabga uchragan. Mana shu g'azabga uchragan nimaga? Alloh ularga va ularning atrofidagi hammasiga balo yuboradi. Ular bizni bir duo qilgan, bizni qutqarsin deydi. Duo qilinadi, yana eski holatga qaytaveradi. Fir'avn, Qibti qabilasi, Bani Isroil, shular Musa alayhissalom atrofidagi insonlar Alloh azza va jallaga isyon qilishadi, Alloh balo yuboradi. Duo qil, bo'ldi biz qaytamiz deyshadi. Musa alayhissalom duo qiladilar. Kashf, ya'ni kashf degani ko'tariladi u balolar. Alloh taolo yo'qotadi, keyin yana kirib kelishaveradi gunoh ichiga. Endi Alloh azza va jalla bizga ham o'sha Fussilat surasining oxirgi betida biz balo yuborsak, imtihon yuborsak, uzundan uzoq duo qilasiz deydi. Agar sizga ne'mat bersak, bizdan yuz o'girib ketasiz deydi. Haqiqatda shunaqa. Ishimiz yaxshi bo'lsa, Allohni kam eslanadi. Ish ko'p, pul topish kerak, xubdan bomdod o'qilmaydi. Kechasi allamahalda kelib bomdodni qazo qilib doim qazo qilib yuriladi. Ayniqsa kommentdan o'qib qolyapmiz, fatvo beruvchilar bor ekan kommentlarda. Ko'ryapmiz Telegram rayon kommentlarda fatvo berishyapti. Quyosh chiqqanda 20 daqiqa o'qib olavering. Buni qilsangiz ham bo'laveradi. Ular subhanalloh. Kim sizlarga fatvo berishga aytib qoldi? Yoshlarning ichida bu, kattalarning ichida emas. Yosh maktab o'quvchilari ham fatvo berib o'ryapti. Allohdan qo'rqmaydimi? Asos yo'q, dalil yo'q.
Vallohu alam deb yozib qo'ydi oxiriga. Shunaqa deylar ekan fatvoning oxirisida deb. Ulamolar vallohu alam deb yozib qo'yishadi, vallohu alam bis-savob deb o'shanaqa qilib yozib fatvo beryapti. Gunohkor bo'lasiz. Bilmagan holatda, asos dalil bo'lmagan holatda umuman fatvoga yaqinlashmang. Halok bo'lib ketasiz. Ayniqsa yoshlar, umuman fatvoga ilmsiz, dalilsiz, kitob hujjatlarsiz yaqinlashib bo'lmaydi. Ulamolarning so'zisiz, ijmo, qiyos, naslarsiz yaqinlashib bo'lmaydi. Ancha ilm kerak. Shat fatvo berib yuryapti-da, o'qib qo'rqib ketadi odam. Qanaqa qilib jur'atli? Payg'ambar alayhisolom aytdilar-ku, fatvoga jur'atli jahannamga jur'atli bo'ladi dedilar. U qiz bola yozgan ekan, hammasi yopirilib yozyapti. Siz undoq o'qiysiz, undoq o'qiysiz deb yozyapti. Ichida nafsi ham harakat otib turibdi-da. Instagramda qo'yavering. Bitta qiz yozib qo'ysa, orqasidan gruppovoy bo'lib bolalar yozishadi. Aqllilik qilib, taqvodorlik qilib, keyin siz xafa bo'lmang deb turib unga tasalli ham berib qo'yishadi. Siz mahzun bo'lmang, Alloh siz bilan birga deb turib gap ham otib qo'yishadi. Ilmni, dinni orqasidan shahvatini uyotyapti-da u tarafga qaratib turib. Alloh bilmaydimi? Alloh taolo ko'rib turibdi, ehtiyot bo'lish kerak. Ilm aytaman, hadisda bundoq deyilgan ekan, siz taqvodor ekansizda bir-biringizga promo efirlarda ham gap tashib bir-biriga tanishib, lichkiga o'ting, sizga alohida gapim bor deydigan nomardlar bor. Yoshlar orasida ehtiyot bo'lish kerak. Fatvoga jur'atli, bitta odamga yoqaman deb turib o'zingizcha fatvo aytib, ilmligingizni ko'rsatib, ertaga jahannamga jur'atli bo'lib ketmang. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Mavzuga chiqib ketib qoldik. Maqsad nima edi? O'sha Fussilat surasining oxiridan Alloh ne'mat bersa ham Allohga duo qilish kerak. Alloh imtihon bersa ham Allohga duo qilish kerak. Alloh shu joyda aytayaptiki, nimaga ne'mat bersak, siz xuddi bu ne'mat qo'lga kiritildi-yu, endi Alloh bizga kerak emas degandek yuz o'rib ketasiz. Nima Alloh sizga faqat ne'mat bersa kerak bo'ladi xolosmi? Faqat Alloh nimadir berib tursa biz Alloh deymiz-u, ertaga Alloh bermay qo'ysa bo'ldimi? Alloh kerak emasmi? Yoki Alloh bergandan keyin bo'ldi, qabul qilindi, endi shu tuguncha Allohni eslamaymiz. Tugagan kuni yana kelamiz, ey Alloh bergin deb. Alloh unaqa bandani yomon ko'radi. Berib ham qo'yaveradi. Allohga qizig'i yo'q. Faqat oxirat. Oxiratda inson qiynalib qoladi. Endi bugungi boshlanadigan sura Shura surasidan yana boshlanadi. Bir betdan keyin Hamim Ayn Sin Qof deb boshlanadi. Bu hammasi huruf muqattaat. Alloh azza va jalla Qur'onni arab tilida nozil qildik deydi. Nima uchun? La'allakum taqilun. Shoyatki aql yuritsalar deydi. Qur'on o'qib insonning aqli ochilib ketadi. Ishoning, Qur'on o'qiyversa, shunaqa aqlni ochib qo'yadi u Qur'on, insonning zehni kuchayib ketadi birinchi navbatda. Insonni butun vujudiga nur bo'lib kiradi. Va ja'alnahu nura deydi Alloh boshqa oyatlarda. Nur qildik deydi. Shunaqa nur bo'ladiki, u nurni Alloh azza va jalla butun jasadga beradi. U shifo bo'ladi, rahmat bo'ladi. Qur'onni shu qadar foydasi ko'pki, uni Qur'on o'qiguvchilar biladi. Qur'onni bilsa, mana qarangda, yosh 80 ga 90 ga borgan Qur'onni bilgan odamlar qanaqa bir boshqacha bo'ladi. 90 kirib ham Qur'onni ko'zoynaksiz o'qir ekanlar deyiladi. Lekin hech narsa bilmasa, zerikib o'tirgandan boshqa narsaga yaramaydi. Qur'on quvvat bo'ladi. Qur'on nur kuch bo'lib kiradi. O'shanga Alloh taolo bu huruf muqattaatlardan keyin doim Qur'on haqida gapiradi. Qur'onga e'tibor bering deydi. Qur'onni tashab qo'ymang deydi. Qur'onga shunaqa e'tibor beringki, bu Qur'on ichingizda yuribdi deydi Alloh azza va jalla. Endi bitta narsani aytamiz. Hamim bilan boshlanadigan suralar 7 ta. 7 ta. Bularni ulamolarimiz aytgandek Hamim oilasi, ya'ni bitta oila bu sura. Hammasi Makka da nozil bo'lgan, birottasi Madina nozil bo'lmagan. Huruf muqattaat bilan boshlangan suralarning ko'pi Makka da nozil bo'ladi. Ayniqsa mana shu Hamimlarning hammasi Makka da nozil bo'ldi. Endi ulamolar bitta ta'rif berishadi. Aka-ukalar, bitta oilada tug'ilgan aka-ukalar bir-biriga o'xshaydi-ku. Ko'zi, qoshi, butun jasadlari, yurish-turish, ba'zida xarakterlari ham o'xshab ketadi. O'xshamasligi ham mumkin. Endi ulamolar aytishadiki, bu Hamim oilasining ichidagi mojarolar, ya'ni mojarolarga beriladigan raddiyalar, Allohning raddiyasi. U Makka mushriklarining gaplariga Alloh taoloni beradigan javoblari hammasi deyarli bir xil, mazmunan bir xil. Uyga borib mana shu Hamimni hammasini o'qisangiz, ichidagi ma'nolar bir-biri bilan bir xil deyarli. Alloh azza va jalla 7 ta surada ketma-ket ularga javob beraveradi. Asosan nima edi ularning savollari? Oxiratni inkor qilish edi. Shu oxiratga ishontiradi. Allohga ishonmaslik edi, Allohga ishontiradi. Bu suralar Payg'ambar alayhisalom ustunlardan kulish edi. Payg'ambar alayhisalom haq ekanliklarini ishontiradi. Qur'onni inkor qilishardi. Bu deydi avvalgilarning afsonasi. O kimlardandir eshitib kelib bizga gapiryapsan.
Sen qaysidir temirchidan eshitib kelib gapiryapsan ey Muhammad. Sen uyda turib to'qib chiqaryapsan buni. Sen sehrgarsan, bizni sehrlab qo'yyapsan. Sen jodugarlik qilyapsan. Sen shoirlik qilyapsan degan har bitta so'zlarga Alloh azza va jalla raddiya beraveradi. Mana shu Hamim suralarining ichida. Va yana bitta ularni gaplarini Soffat surasida ham o'tildi. Bu joyda ham keladi. Alloh azza va jallaga yolg'on tuhmat qilishadi. Eng katta tuhmatlardan bittasi farishtalar Allohning qizlari deb aytishadi. Zuhruf surasida, ikkinchi o'tiladigan surada batafsil Alloh azza va jalla javob beradi. Nima? Ular Allohga, Rahmonga vasf qilayotgan narsalarda shunchalik hujjatlari bormi deydi. Nima? Alloh taolo farishtalarni yaratayotganda ular guvohmidilar ustida deydi. Alloh ularni qiz bola qilib yaratganini qayerdan olishyapti deydi. Qani hujjat deydi. Qani dalil deydi. Alloh ularni qiz qildimi, o'g'il qildimi yaratishda, boshqa bir mavjudot qildimi, tepasida qarab turishganmi yaratayotgan paytda? Buni qiz bola qilib yaratdi deyshadi deydi. Yana bitta Alloh azza va jalla ularga zo'r raddiya beradi. Ularning eng katta ishi nima edi? Makka mushriklarini qizlarni tiriklang kunvorishadi. Qizlarni orsanardi. Alloh nima deydi? O'zlariga or bilgan qizni Allohga nisbat berishyaptimi? Qarangda, Najm surasida nima deydi? Tilka izan qismatun ziza. Namuncha notir taqsimot qilishadi deydi. Nima? O'zlariga o'g'illarni nisbat berishadi-yu, zo'rimiz deb. O'zlari or qilgan qizlarni Allohga nisbat berishadimi? Qarang, o'g'il bolalarga nisbat bermas ekanda, shu joyda ham taqsimot noto'g'ri. O'zi o'g'illi ham qizni ham nisbat bera olmaydi Allohga. O'zi tuhmat qilyapti Allohga. Tuhmat qilganda ham o'zi or qiladigan qizni Allohga tuhmat qilib, yana ham Allohga tuhmatni kattalashtiryapti. O'shanga Alloh aytadi: "Nima, sizlarga o'g'illar u, menga qizlarmi?" deydi. Atilka izan qismatun ziza, namuncha noto'g'ri taqsimot qilasiz, taqsimot qilsangiz ham agar deydi. O'zi nomardsiz, nomardlikni ham nomardlarcha nomardlik qilyapsiz deydi-da. Shu darajada past ketasizmi deydi. Endi Alloh mana shu Shura surasida bitta oyatlarni nozil qiladi. Mana shu oyatlarni hozir bu joyda ko'p yigitlar uylanishgan, farzand ko'rish arafasida yoki farzand ko'rishgan yoki endi uylanishadi yoki qizlari bor. Endi Alloh azza va jalla mana shu borasida bitta muammoni yechib beradi bizga. Lillahi mulkus samawati wal ard. Shura surasida 49-oyatdan boshlanadi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Osmonlar yerning mulki Allohniki. Hech kimniki emas. Osmonlarning mulki ham Allohga, yerning mulki ham Allohga. Hamma narsa, planetalar jamiki yaratilgan, ko'zingiz ko'rgan narsa hammasi Allohniki. Hech kimniki emas. Ota-onamiz ham, o'zimiz ham, kiyimlarimiz, bolamiz, mana shu masjidlarimiz hammasi quyosh, oy, yulduz jamiki nima ko'zingizga ko'rinyaptimi? Hammasi Allohniki. O'shanga lillahi mulkus samawati wal ard deyapti. Osmon va yerning mulki Allohniki deyapti. Nimaga bu gapni aytayapti? Endi oyat davomiga qarang. Yaxluqu ma yasha. Xohlaganini yaratadi Alloh deyapti. Qarang, yaxluqu Alloh yaratadi. Foili Alloh azza va jalla. Yaxluqu fe'lini foili. Ma yasha, xohlagan narsasini yaratadi. Nimani xohlasa o'shani yaratadi. Nimani yaratay deb Alloh bandalardan so'rab o'tirmaydi. Nima maslahat berasiz deb farishtadan ham so'rab o'tirmaydi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizdan ham nima deysiz, nimani yaratay deb so'rab o'tirmaydi. Chunki buyuk zot u. Hech kim bilan maslahat qilmaydi. Mana shu oyat o'shanga dalolat qiladi. Alloh bir narsani iroda qildim yaratishni hech kimdan so'rab o'tirmaydi. Xohlaganini yarataveradi. Endi yana nimaga bu oyatni gapiryapti? Endi maqsadga o'tyapti Alloh. Sekin-sekin bilan insonlarning miyasiga o'zini maqsadini tushuntirib qo'yapti. Osmon yer meniki, aralashmang deyapti Alloh. Haddingiz biling deyapti. Xohlaganimni yarataman, sizlardan maslahat so'rab o'tirmayman deyapti. Endi javob nima? Yahabu liman yashau inasa. Xohlagan bandasiga Alloh qiz farzand beradi. Mana javob. Nimaga menga qiz berding desa Alloh tepada nima dedi? Xohlaganimni yarataman. Nima deysan deyapti bandaga. Sendan so'rab o'tiramanmi deyapti. Bandaga sendan so'rayman bitta narsa yaratish uchun. Qiz farzandni senga ne'mat qilib berishdan oldin bandam turing, siz nima deysiz? Sizga o'g'il beraymi, qiz beraymi deb so'rab o'tiramanmi? Men xohlaganimni yarataman deb oldindan aytib qo'yyapti. Bu zehnimizga ta'sir qilish kerak. Va yaratsam ham osmon, yer, mulk hammasi meniki. Nima deya olaysan deyapti Alloh. Nimaga menga sen isyon qilyapsan deb Alloh sekin-sekin bizni zehnimizga hamma narsa unikiligini, qiz, farzand kimga xohlasa xohlaganiga hiba, sovg'a qilish haqida Alloh aytayapti. Yahabu liman yashau inatha. Xohlagan bandasiga qiz farzand beradi. Do'qqimang ayolga, nimaga qiz tug'ding deb. Allohga do'q qilyapsiz.
Nimaga qiz berding menga degan u. Aqidaviy yomon narsa bu. Alloh taolo bizga qiyomat surasining oxirida erkak kishini nutfasidan ayol kishiga o'tkazib, o'sha nutfadan yaratdim deydi. Demak, qizni tug'dirgan siz bo'lasiz. O'zingiz ayblasangiz. Ya'ni haliga oyatga solsak bo'ladi. Nomardlik qilyapti ayolga nisbat berib. Yana nomardlik qilyapti o'zini oqlab olib, chekkaga chiqib olib. O'shanga qiz farzand ketma-ket tug'ilishligiga siz, biz, boshqa farishtalar hech kimning aloqasi yo'q. Allohning taqdiroti bu. Mana bu avgust oyida yaqinlik qilsa, keyin o'g'il tug'ilar ekan. Mana bu rejim bo'yicha, kalendar bo'yicha yaqinlik qilsa, undoq bo'lar ekan. Qanaqadir rejimlar, qanaqadir kalendarlar, qanaqadir haftadan o'tib yoki payshanba, dushanba, seshanba, kunduzi, kechqurun, asr xohlagan rejangizni qiling, Alloh xohlaganini beradi. Sabab qilamiz, duo bo'ldi. Alloh sabab qildim, beruvchisan. Xohla o'g'il ber, xohla qiz ber. Oxiratga foydali bo'lsin asosiysi. Dunyoda foydali bo'lsin asosiysi. Xo'p, o'g'il bo'lsa-yu, Nuh alayhisalom o'g'illarda kofir bo'lib ketsa nima deya olasiz? To'g'rimi? Nima deysiz? Undan ko'ra 10 ta taqvodor qiz berganing yaxshi emasmidi? Deyiladi o'shanda ham. O'shanda ham nomardlik qilib yana Allohga aytiladi, nimaga meni o'g'lim bunaqa bo'lib ketdi deb. Nishta o'g'illar otani boshini yerdan bu yoqqa ko'tartirmaydi. Faqat otasi yerga qarab yuradi. Yerga qaraydigan qilib qo'ygan. Ko'chdagi uni iflosliklari, o'g'illi iflosliklari otani ko'chda yurg'izdirmaydi. Uni jinoyatlari otani ko'chda mahallada yurg'izdirmaydi. Uni qo'ldan keladigan hamma jinoyatlar deb mana shu hayotimizdagi o'g'irlikmidi, kashandalikmidi, ichkilikmidi, nimadirlar bilan yurgani uchun ota boshini ko'tara olmaydi. O'g'il ko'rgandim deb osh bergandi u ham. U o'g'il nima qilib berdi? Faqat sharmandalikdan boshqa narsani olib kelib bermadi. Qizlarchi bir joyga boradi-da, o'sha joyi jannatga aylantirib yuboradi. Qaynota qaynona rahmat qiz boqqaningizga. Menga qori nabirlarni dunyoga keltirib berdi. Desa bo'ldi, u ota osmonga uchib ketadi. Ona osmonga chiqib ketadi. O'shanga aytayapti, "Yahabu liman yashau inasa." Xohlasam qiz beraman, aralashmang deyapti. Endi qarang, tepadagi o Baqara surasidagi oyat bog'laymiz. Alloh aytadiki, sizlarga nima kelsa, "Va huwa sharrul lakum." Agar u yaxshilik bo'lsa, sizlar uchun balki u yomonlikdir deydi. Qarang. Alloh azza va jalla aytayotgan oyatlarni ichiga kirib tahlil qilish kerak-da, ichiga kirib o'rganish kerak. Agar sizlar asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum, sizlar karih ko'rayotgan narsa sizlar uchun yaxshidir. Va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, sizlar yaxshi deb o'ylayotgan narsa o'zingiz uchun yomondir deydi. Qizni yomon deb bildik. Balki u bizga 10 talab o'g'il, nabiralarni tug'ib berib, qori bo'lib ketar ular. Qayerdan bilinadi? Alloh biladi taqdirotni. O'shani abort qilinganida, o'sha bilan birga 10 ta qori nabira ham abort ketish bo'lishi mumkinmi? Kerak bo'lsa Ka'bani oldida imom bo'ladiganlar ham abort ketib qolishi mumkinmi? Alloh taqdirotimi, bilmaymizmi? O'shanda afsus qilinarmidi? O'g'il bo'lsa dunyoga kelsin, qiz bo'lsa oldirib tashlaylik. Alloh nima deyapti? Xohlasam qiz beraman. Bu yomon ko'rayotganingiz balki siz uchun yaxshidir. Yaxshi ko'rgan o'g'lingiz balki siz uchun yomon bo'lib chiqar. Bu joyda o'g'ilni yomonlamoqchi emasmiz, qizni mavqesini ko'tarmoqchimiz. Bizda bitta narsa bor, ma'ruzani maqsadiga qaralmaydi, lug'atlarga qarab olib, manaqa deyapti, bunaqa deyapti deydi. Oyi ko'rsatsangiz, mana bu oy desangiz, barmoq uchi kir ekanmi deydi. Ya'ni noto'g'ri joyga qaraydi. Oyi ko'rsatyapsiz, oyga qara deyapsiz, u sizni barmog'ingizga qarab turgan bo'ladi. Ya'ni maqsad boshqa tushuntirishdan. U qalbi kasal, boshqa narsani tushunishni xohlaydi. Aytadi-ku, agar sizdan ayb topish xohlayman desa bir inson, ko'zi ko'r bo'lsa ham topadi baribir deydi. Ko'zi ko'r bo'lsa ham ayb topish astoydil xohlasa baribir topadi. O'shanga Alloh azza va jalla aytayotgan gaplar, ular qizni inkor qilgani uchun xohlasam qiz beraman, tiriklaring ko'nmang deyapti. Makka mushriklarga raddiya beryapti. Ko'mayotgan qizingizni Allohga nisbat beryapsizmi? Ya'ni nomardlik qilib deydi. Hamma oyatlar bir-biriga chambarchas bog'liq. Qizlarni ko'nmang. Biz ham hozir ko'nmayapti-ku, tiriklaring abort qilib yuboryapti-yu. Tiriklaring tabletga ichib tushirib yuboryapti-yu. Tiriklaring yo'q qilib yuboryapti-yu. 6 oylik, 5 oylikdagi aniq bo'ladi. Qiz o'g'illigi 4 oydan keyin. Boradi, qiz ekan desa, abort qilib yuboryapti. Qarasa o'g'il tug'ilyapti. Abort qilgandan keyin. Abort qilganda ham maydalab olar ekan bu narsani. O'zini qo'yish kerak. Meni ham onam shunaqa maydalab shuni oqizib yuborganda, abort qildirganda, men qayerda yurardim hozir? O'sha axlatxonalarda yurgan bo'lardim-ku deb odam ozgina rahm qilish kerak. Oxiratga ozgina o'ylash kerak oxiratni. O'ylamay qo'yapti. Ayollar, ayniqsa qaynonalar ham, yana qiz tug'dingmi? Yana qizchimisan? Namuncha bor yo'qol uyingga deb haydab yuboryapti.
nechta muammolar qiz tuqqani uchun ajrashtirib yuboryapti. Jamiyatda nechta ajrashishlar ko'payib ketdi. Illat nima? Qiz tuqqani ayb. Allohning qo'lida-ku. Unda Allohni hammangiz itob qiling deydi. Qarang, Allohni itob qilish kerak ekan-da agar. Na'uzbillah min zalik. Alloh berayotgan ishga aralashmaslik kerak. O'shanga biz karih ko'rayotgan bu qiz farzand payg'ambar alayhisalom bitta hadislar bilan dalillashtiramiz, shuni o'zi kifoya qiladi. Kimni 3 ta qizi bo'lsa, chiroyli tarbiya qilsa, turmushga bersa, jahannamdan parda bo'ladi. Maqsad shu edi-ku o'zi aslida, jahannamdan qutulishmi? 3 ta qiz farzand tug'ib ham qutulib qolsa bo'lar ekan jahannamdan. Uni chiroyli tarbiya qilib ham qutulib qolsa bo'lar ekan. O'g'il ko'rish shart emas ekan jahannamdan qutulib qolish uchun. Jannat kirish uchun 3 ta o'g'il, 4 ta o'g'il ko'rish shart emas ekan. Qiz farzandning mavqesini Alloh va Rasul ko'tarib qo'ydi. To'xtat dedi, bo'li tiriklaring ko'mishi bas qil dedi. Chunki qizni men beryapman, meni ishimga aralashma, deyapti Alloh. Endi tasavvur qiling, bir bino qurdingiz, mashaqqat bilan pul sarf qildingiz, zo'r qildingizda, bir kichkili buldozerda kechqurun uyga ketganingizdan keyin buzib tashladi. Shunaqa chiroyli qurgandingiz, televirtorlar bilan chiroyli qilib, naqshlar bilan ichlarini bezak berib 5 yil vaqtingiz ketgandi haligi binoga. Kelsangiz buzib tashladi. Haligi odam sizga dunyodagi eng yomon odam bo'ladimi? To'g'rimi? 5 yil vaqtingiz ketdi, qurdingiz, uxlamadingiz, hamma narsangizni sarfladingiz. Aytasiz, nima haqqing bor meni shundoq qurgan chiroyli dizaynerim shundoq yo'qib tashlashga nima haqqing bor? Men shuncha ishladim-ku buni. Shuncha mehnat qilib yasadim-ku. Nimaga sen buzib tashlading? Deymiz. Endi Alloh azza va jalla u mavjudotda onani qorniga buyruq berib, 9 oy davomida unga fa ahsana suvarakum dedi-ku, eng go'zal suratlarni berib, yaratib, dunyo kelishini xohlab turganda banda o'rtaga kirib, bu qiz ekan, abort deb buzib tashlasa, Alloh taolo g'azab qilmaydimi? Nima haqqi bor men yaratayotgan narsaga aralashishga, deydimi? Biz oddiy binoyimizga jahlimiz chiqyapti-yu. Mashinamiz chiqaylik, qimmat, misol uchun Malibu, Equinox qimmat bo'lsa, chiqsak, u yog'ini oynagini sindirgan, bu yog'ini sindirib tashlagan, turibdi oldida boltani ushab, yoqmadi menga mashinangiz, o'shanga sindirib tashladim. Sen nima haqqi bor meni mashinamga deb aralashamizmi? Alloh bizga nima haqqi bor aralashishga deyapti-da. Qiz beryapman, nima haqqi bor aralashishga? Nimaga men 9 oy davomida bunga buyruq berib, bunga jon berib, o'zimni ruhimdan puflab, bunga eng go'zal suratni berib, buyruq berayotgan joyimga shundoq qilib, Alloh yaratish eplolmadi. Qiz emas, o'g'il berish kerak deb buzib tashlash xuddi shunga o'xshaydi. Alloh taolo bunday misollardan oliy bo'lgan zot. Biz aqlimiz tushunishligi uchun ulamolar shunaqa qisqa tushuntirish bilan tushuntirishadi. O'shanga qizni karih ko'rmaslik kerak. U jahannamdan parda, jannatga yo'l. U shunday qizki, payg'ambar alayhissalom qizlarni yaxshi ko'rardilar. Shuni o'zi yetish kerak o'zi. Qiz farzandni yaxshi ko'rishga. Men qizlarning otasiman deganlar payg'ambar alayhissalom. 4 ta qizlari bo'lgan, go'zal tarbiya qilganlar. Payg'ambar alayhissalomning nasllari qizlaridan tarqagan. To'g'rimi? Fatima onamizdan tarqab keldimi? Hasan va Husayn roziyallohu anhular. Demak, qizni karih ko'rmaslik kerak. Biz yaxshi ko'rgan narsamiz biz uchun karih, yomon ko'rgan narsamiz biz uchun yaxshi bo'lib chiqishi mumkin. O'ylab ko'raylik. O'shanga qiz farzandmi chiroyli qabul qilaylik. Inshaalloh bu ummatni tarbiyalaydigan ona bo'ladi. Inshaalloh bu qorilarni dunyoga keltiradigan qiz bo'ladi. Inshaalloh bu shunaqa qiz bo'ladiki, 10 ta o'g'ilni kerak bo'lsa terib qo'yadigan ahli Qur'on qoriya bo'ladi. Ishoning, shunaqa bo'ladi. Oysha onamiz dars berdilar-ku sahobalarga. To'g'rimi? Agar Oysha onamiz bo'lmaganlarda biz hujra-i saodatda nima ishlar bo'lganini bilmay o'tib ketardik. Rasululloh qanaqa uxladilar, kechqurun qanaqa tahajjud o'qidilar, g'usulni qanaqa qildilar, ayollar bilan qanaqa munosabatda bo'ldilar, kiyimlarini qanaqa tikdilar. Buni hammasini Oysha onamiz aytib beradilar. Oysha onamiz hadis rivoyat qilishda 3-o'rinda turadigan ayol kishi. Ayol kishi tarqatdi dinni kerak bo'lsa. Ansoriy ayollar kelib payg'ambar alayhisalomdan hayz haqida so'radi. Mana ayollarni qanaqaligini aytib beramiz-da. Vaqt cho'ziladi-yu, mavzu kerakli mavzu. Oyat suranchidagi eng kerakli mavzu mana shu. Ansor ayollar kelib turib, "Ya Rasululloh, bizga hayz haqida gapiring." Qarang bu ayollarning jur'atliligini. Bizda shariatga kelsa, betini bekitib oladi, restoranda betini ochib ha-hala o'tiradi. Bu hayot. Shariatning ilmini so'ragani uyatib qolishadi. Ko'cha-ko'yda damaschi bilan, boshqa bilan tortishib, kiyimchi bilan urushib, talashib, boshqa bozorlardagi holatni gapirmay qo'yavering. Restoranlardagi holatni gapirmay qo'yavering. Yig'ilishlardagi baqir-chaqirni, ha-ha-ha, hu-hu-huni, avrat degan narsa unutilib ketgan bu ovoz. Shu narsalarni qo'yingda,
o'sha joyda hayoli ko'tariladi, shariatga kelganda bekinib olinadi. O'shaning uchun dindan orqada qolib ketaveradi. Endi ansoriy ayollarni Oysha onamiz nima dedilar? Ansoriy ayollar, Madina ayollar Rasulullohning oldiga kelardi-da, "Ya Rasululloh, hayz haqida bizga tushuncha bering." Rasululloh tushuncha berdilar. Oyatlardan, hadislardan tushuntirdilar. "Ya Rasululloh, biz hayz ko'rsak tagimizni tog'ora qo'yadigan darajada deb ketadi ba'zida." Qarang bularni gapirishini Rasulullohga. Ha unda dedilar, egarlanasizlar dedilar. Hozirga o'xshagan zamonaviy narsalar yo'q edi. Latalar bilan shu egarlanib olasizlar. Xuddi otlar egarlangan kabi. Shundoq bog'lab olasizlar. "Ya Rasululloh, qanaqa qilamiz, bilmayapmiz"da deyishgacha bordi. Payg'ambar alayhisalom yuzlari qizarib ketdi-da, Oysha kir o'rgatib qo'y dedilar. Keyin Oysha onamiz chiqib ummatiga aytadilar. Bu ansoriy ayollar dinini shunaqa o'rgandiki, hayo ularni dinni o'rganishdan to'sib qolmadi dedilar. O'shanga bizga din ana shunday yetib keldi. Bu degani ertaga shunaqa savollar kelsa va hokazo degani emas bir-biriga. Ular shunaqa o'rganib keyingilarga yetkazib berdi. Hozirgi ayollar hayz, nifos ilmini o'sha ansoriy ayollar, Oysha onalarimiz hadislaridan o'rganib keyin aytishyapti. Osmondan tushib qolgan bu ma'lumotlar. Ayollar yetkazdi. Demak, ayol shunaqa tarbiya qilib qo'yar ekanda ummat. O'shanga qiz farzand ko'rilsa, bu xushxabar. Xushxabarligini aytaylikmi? Alloh azza va jalla Nahl surasida aytadi. Va iza bushra ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim deydi. Endi qarang, lug'atga e'tibor beramiz. Shunaqa buyuk zotki, lug'atini o'zi ma'no chiqib ketadi. Va iza bushra deyapti. Xushxabar qilib berilsa deb. Bushra kalimasi xushxabar deb ishlatiladi. Bashir deyapti Alloh Qur'onda. Xushxabar bering. Va bashiris sobirin. Sabr qiluvchilarga bashir, jannat xushxabarini bering degan u. Jannat kalimasi yo'q, bashiris sobirin deganda. Bashir kalimasini o'zi jannat xushxabari uchun ishlatiladi. Endi Alloh nima deyapti? Va iza bushra ahaduhum bil unsa. Ularga qiz ko'rding deb jannatni xushxabarini olib kelib berilsa deyapti Alloh. Qarang, jannat xushxabari ekan qiz farzand. Zolla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. G'azabdan yuzi qorayib ketardi. Nimaga qiz ko'rdim men? O'g'il ko'rishim kerak edi. Endi jahiliyat davrida yo'q, raddomga boring-da. Bir soat o'tiring raddomning oldida. O'g'il ko'rsa 3 metrli qo'g'itchoqlar, oldi yasatilgan mashinalar, birov mashinasini olib boradi, yasatib boshqa qilib, gullar va hokazo, uzuklar hamma kelgan, dang'ir-dung'ir. Agar 3-chi qiz bo'lsa boring-da. Alo, ha, taksida otang olib tushaversin, men chiqmayman. Bor, mana shu narsalar tiqil yotibdi. Raddomdagi borib turib doktorlardan so'rang. Holat juda achinarli. Juda achinarli. Nimaga? Ayb qiz tug'yotganimi uni? Yo biz Alloh ayblayapmizmi? Sen qiz beryapsan bizga deb. Alloh nima deyapti? Karih ko'rgan narsangiz siz uchun yaxshi qarang deyapti. O'shanga birinchi qiz zikr qilyapti Alloh. O'shanga Ibn Atolloh Sakandari o'zlarining Hikamul Atoya kitoblarida aytadilarki, "Rubbama a'taka famana'ak, rubbama mana'aka fa'atak" deydilar. Gohida senga berilgan narsa, senga berilgan musibat o deydilar. Gohida sendan tortib qo'yilgan narsa, senga berilgan rahmat o. Qanaqa tushunamiz? Biz bir narsani yaxshi ko'ramiz. Alloh aytayapti-ku, yaxshi ko'rgan narsangiz siz uchun kerak bo'lsa, musibat deyapti. Mashina olish uchun harakat qilyapti-ku, hamma to'g'rimi? Mana yoshlar. Ishlashim kerak, mashina olishim kerak, karyera qilishim kerak, tez boyib ketishim kerak deb ustasini oldiga boradi-da, qancha oylik berasiz deydi. Hech narsa yo'q. Qancha oylik berasiz deydi. 2 million desa 5 million bersa ishlayman, tez boyishim kerak deydi. Shu darajada tez boyishni orzu qilib qoldi. O'shaning uchun treninglar maza qilib soqqani qilib yotibdi. Odamlarning ongida boyish degan tushuncha kirib olgan, o'shanga pulni sog'ib yotibdi. Mana hayot. Hammani so'rang, tez boyib ketsa-yu, mehnat, kutish, reja, u 40 ga kirgan odamni ko'radi-da, mashinasi bor, uyi bor, men ham shunaqa bo'lishim kerak. 20 yosh bola. U so'ra 40 yoshgacha ezilib ketgan u bechora. U pul topaman deb. Sen ham ezilib, qiynalib 20 yil harakat qil, keyin pul topasan. Yo'q, u ertaga mashina olish kerak. Ajdaniga mashina oladi. Mavzu cho'zilib ketyapti. Bu gapni aytishdan maqsad bog'laymiz. Mashina olish uchun harakat qilyapti, yaxshi ko'radi. Alloh nima deyapti? Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Yaxshi ko'rgan narsangiz siz uchun yomon bo'ladi kerak bo'lsa deyapti. Mashina oladi, avariya bo'lib o'lib ketadi. Olmaganda yaxshimidi o'shadi? Avariya bo'lib oyoq ishlamay qoladi. Ulamolar shunaqa tushuntirishadi. Ibn Atolloh Sakandari shuni aytmoqchilar. Rubbama a'taka famana'ak. Senga berilgan atolar ko'p narsadan seni man qiladi degani. Biz orzu qilib unga qilishim kerak, bunga qilishim kerak, yo'l to'silyaptimi? Alloh xohlamayapti o'sha narsani. Lekin biz boshqa yoqdan ajdaniya qilib kirib kelish harakatini qilamiz. Va o'sha bilingki, o'sha musibat bo'lib qoladi. Endi buni nima deb aytmoqchimiz?
qizni biz karih ko'ryapmizmi? Alloh uni orqasida qanaqa yaxshiliklarni berayotganini tushunmaymiz. Alloh shunaqa yaxshiliklarni beradi. Eng katta yaxshilik jahannamdan parda bo'lishi o'zi yetadi. 3 ta qizmi yo Rasululloh, 2 ta bo'lsa-chi deyish sahobalar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. 2 ta bo'lsa ham. Ba'zi bir rivoyatlarda keladi, bitta bo'lsa-chi deganda bitta bo'lsa ham degan rivoyatlar keladi. Sal zaifroq keladi lekin. Amal jihatdan olsa bo'ladi bu hadislar. Mana qiz nima uchun kerak? Endi qarang. Alloh taolo mana shu joyda 4 ta sifat sanaydi. Yahabu liman yasha'u inasa va yahabu liman yasha'u az-zukur aw yuzawwijuhum zukrana va inasa va yaj'alu man yasha'u aqima. 4 ta sifat. Xohlasak qiz beramiz. Xohlasak o'g'il beramiz. Aw yuzawwijuhum zukrana va inasa. Xohlasak o'g'il qizni aralashtirib beramiz. 3-sifat. Va yaj'alu man yasha'u aqima. 4-si aqim degani bepusht degani. Xohlasak bepusht qilib qo'yamiz deyapti Alloh. Tug'maydi deyapti. Farzand ko'rmaydi. 4 ta. Dunyo hayotini qarang, shu 4 ta ish bilan band hamma. Kimnidir qizi bor, o'g'li yo'q. Kimnidir o'g'li bor, qizi yo'q. Ikkinchi variant. Uchinchi variant, o'g'li ham bor, qizi ham bor. To'rtinchi variant, umuman farzandi yo'q. Shu 4 ta narsaning ichida aylanib yuramiz. Alloh nima deyapti? 4 tasini keltirdi. Endi shularning birinchisida qizni zikr qilyapti. Qarang. Arablarda bitta gap bor. Nima narsa muhim bo'lsa, birinchi zikr qilinadi deydi. Alloh nazdida nima qadrli bo'lsa, birinchi zikr qilinadi deydi. Bu joyda qizni birinchi zikr qilyapti Alloh. Demak, Alloh nazdida qiz farzand banda uchun Allohga yoqimliroq ekan. O'shanga birinchi zikr qilyapti, o'g'li zikr qilgani yo'q. Hadislarni biror joyda 3 ta o'g'il ko'rsangiz jannat, jahannamdan parda bo'ladi degan joyi yo'q. Bu degani qizni martabasini ko'tarilyapti. Yana aytamiz, bu joyda o'g'il kerak emas degan joyi yo'q. O'g'il ko'rinma, afsus degan narsa ham chiqmaydi. Qiz ko'rib uni abort qilayotgan, afsuslanayotgan, xotinni urayotgan, oyoq qo'lini sindirib tashlayotgan insonlarga, qo'shtirnoq ichida yigitlarga Alloh taolo nasihati bu. Men beraman, aralashma men ishimga. Aralashma, ehtiyot bo'l. Aralashgan kuning ziyon bo'ladi deydi. O'shanga oyatlarning davomini qarasangiz, man kana yuridu harsal axirah nazid lahu fi harsiya. Kim oxiratni ekinni xohlasa, uni ekinzoriga biz nazid ko'paytirib beraveramiz. Va man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Kim dunyoni xohlasa, uni ham beraveramiz. Va ma lahu fil axirati min nasib. Oxiratda nasibi qolmaydi u uchun deyapti. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak. Bu oyatlarning hammasini uyga borib tafakkur qilib, qiz ko'rdim, alhamdulillah, Alloh berdi. Bu xotinim bechora qo'lida bo'lganda qorniga qo'lini tiqib turib, o'g'il bo'lsin deb u bu narsani qo'shib qo'yardi-ku. Ne qo'lda emas ekanda. Qorniga aralasha olmayapti-yu. Ichagimiz og'risa, appendis bo'lib qolsak, to'g'rilay olmaymiz, qonimizga qo'limizni tiqib. U xotin bechora qanaqa qilib qornidagi narsani hal qiladi? Qanaqa qilib qaynonalar u ro'mol o'radi, 8 dan ro'mol tashladi desa-yu, aqida bo'lmasa, qalbda Allohga bo'lgan ishonch bo'lmasa, Alloh taolaga bunaqa soxta bir bandani keragi yo'q. Hamma yoqda biz alhamdulillah muslimamiz, 10 ta o'g'il tarbiya qilib qo'ydik, va hokazo 20 marta hajga bordik, 18 marta umraga bordik desa-da, kilinni yeb turib, nima qiz tug'ding yana desa, Alloh taolo bu bandadan g'azab qiladi. Nimaga g'azab qiladi? Bu yoqdagi hamma ibodatlarni riyo uchun bajardida, uyidagi maxfiy ibodatni. Qizim, qiz tug'ibsiz. Biz ham qizmiz, onamiz bizni ham qiz tuqqan. Siz ham qizsiz, onangiz sizni ham qiz tuqqan. Uy ham qiz. Alloh taolo bizni maqtadi Qur'onda. Rasululloh maqtadilarki, qo'ying, 10 talab tug'maysizmi kerak bo'lsa. Alloh rizqini beradi. Siqilmang, siqilishingizga arzimaydi. Deyishi o'rniga nimaga qiz tug'ding sen? Desa o'sha hojonalar kerak bo'lsa. Alloh azza va jalla ulardan g'azab qiladi. Nimaga? Allohning ishiga aralashyapti, aqidaviy masalada xato qilyapti. Bu yoq tashqi ko'rinishda hamma eplaveradi, chiroyli kiyim kiyib olib, hammani oldida taqvoni yoqib, salla cho'pon kiyib, tasbihni o'rib, hammani oldida zo'r yurishni hamma qoyillatadi. Lekin ichkari maraz kasal bo'lsa, u Alloh bilan o'rtasida ichkarini to'g'rilamayapti. Nimaga? Odamlarni ko'zi men uchun muhim. Chiroyli yursam, odamlar qarsak cholsa bo'ldi. Ichim kasal bo'lsa, Alloh ko'rib turyapti. Alloh ko'rgan menga qiziq emas. Chunki ichkarini inson ko'rmayapti-yu. Aqidaviy masala ketadi bu farzand borasida. O'shanga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuro surasini shunday bizga o'rgatadi. Hammasi meni qo'limda, aralashmang meni ishimga deyapti Alloh. O'shanga aralashmaylik. O'zimizga o'zimiz oxiratda nasibamizni kesib qo'ymaylik. Alloh nima deyapti? Va ma lahu fil axirati min nasib. Oxiratda nasibi qoldirmayman ularga deyapti. Nimaga? Ular dunyoni ko'zladi faqat deyapti. Dunyoda berdim hammasini. Hammasini berdim. Qizni abort qilaverdi, ketaverdi, o'g'il tug'sa katta qilaverdi, maza qilaverdi, hammasini oldimi? Endi oxiratda nasibi qolmayapti tobora ularga.
Bu Makka mushriklarining ishi eng yomoni. Va izal maudat suilat bi ayyi zammin qutilat. Tiriklayn ko'milgan qizlardan qiyomat kun turg'izib, bi ayyi zammin qutilat. Nimaga o'ldirdi otang seni deb so'raladi. Endi mana shu joyda ulamolar ishoning tafsir ichida shunaqa bosh qotirishadi, ichidagi ma'noni qidirish uchun. Qoyil qolishadi-da. Allohning bir bergan bu oyatlariga qoyil qolishadi. Endi savol deyishadi. Qiyomat kun tiriklayn ko'milgan qizlar, begunoh, 3 yashardir, 2 yashar ko'm borgan ular. Tug'ilib ko'ndirmagan, 3 yashar, 4 yashar bo'lganda ko'm borgan. O'sha oyog'i bilan qabr ichiga tiqib ustidan turpoq tortib yorgan. Ota, bo'ldi men yaxshi qiz bo'laman, bo'ldi o'yinchoq o'ynamayman, ko'chaga chiqmayman, yaxshi aqlli qiz bo'laman deb 4 yashar qizni birro gapirsa, oyog'i bilan tepib, ustiga turpog'i tashab, ko'mib, tepasida sakrab, lapotkani tiqib, keyin qaytib kelgan. Onasiga aytgan xotiniga, qizingni keyintir, bugun aylantirgan olib boraman deb tiriklayn ko'mib qaytib kelgan. O'sha tug'iyotganning ustida qiz tug'sang o'zing ham qizing ham o'lasan degan. Raddomga kirib ketayotganda o'g'il bo'lsin, yana qizga harakat qilib yurmang deb kirgizib yuboradi. Bu qanaqa harakat qiladi? Sen harakat qilgansan-ku o'shancha ishni. Endi qarang, Alloh azza va jalla o'sha 3 yashar qizlarni tiriklayn ko'milgan qizlarni tiriltiraman deyapti. Bi ayyi zammin qutilat. Nimaga o'ldirilding sen? Aytchi dedi Alloh. U qiz javob beradi. Ey Alloh, aybim yo'q edi. Yo'q, aybim qiz tug'ilganim. Sen meni qiz qilib yaratding-ku, demak ayb seniki. U ayb topgan otam bo'ladi. deb turib sekin urg'un otaga berib yuboradi. Endi ulamolar savol deyshadi. Nimaga jabrlanuvchini Alloh taolo so'roq savol qilyapti? Otani so'roq savol qilish kerak emasmidi? Bu yoqqa kel, nimaga bu qiz tiriklayin ko'mding deb otani so'roq savol qilish kerak emasmidi qonun qoida bo'yicha? To'g'rimi? Hamma joyda jinoyatchini so'roq savol qilinadi. Jabrlanuvchi turadi, tasdiqlab turadi u. Jinoyatchini san qildingmi shu ishni? San qildingmi shu ishni? Degandan keyin unga ayblov qo'yiladi. Jinoyatda qanaqa kodeks bo'lsa, o'shanga qarab ma'muriy jinoiy qo'zg'ab yuboriladi. Endi qiyomat kuni Alloh jabrlanuvchini so'roq savol qilyapti. Nimaga seni otang o'ldirdi? Endi bitta dahshatli joyi bor. Bu yoqda jinoyatchi ota qarab turadi. Qizi so'roq savol qilinyapti. Bu pishadi. Qizimki Allohning oldida javob beryaptim, hozir meni so'roq savolim qattiq bo'ladi deydi. Qarang, qiyomat kuni jabrlanuvchiniki Alloh taolo so'roq savol qilar ekan, jinoyatchini qattiq so'roq savol qiladi. Degani bu deyshadi ulamolar. 3 yashar qizni Alloh taolo so'roq savol qilyaptimi? Bu yoqdagi jinoyatchi otani o'ta qattiq so'roq savol qiladi. Nimaga degan savolga javob bera olmay qolib ketadi o'sha joyda. Bu haqda gaplashsak gap ko'p. O'shanga biz qiz farzandni ardoqlashimiz kerak. Alloh beryaptimi? Subhanalloh. Bu jannatning bashorati-ku. Deb turib qizimizni uyga borganda bugundan qoldirmasdan eng chiroyli kiyimlarni, ro'mollarni, kerak bo'lsa oyog'iga, kerak bo'lsa chiroyli nimani xohlasa o'sha narsalarni olib berib, peshonasidan yosh katta bo'lmasa, peshonasidan kichkina qizcha bo'lsa, o'pib, qizim, sen meni jannatimsan deb qo'yingda, u qiz bor-ku, uchib ketadi osmonga qarab. O deydigan otalar bor, yo'q demoqchi emasmiz. Yana ham mehri kuchayib ketadi. Onasiga qarab, qiz tuqqaningga rahmat, shunchalik tarbiyali ekan. Alloh sendan rozi bo'lsin. Men ham roziman sendan deb qo'ying. O'sha kuni yanada xizmat ko'payib ketadi. Yana chiroyli xizmat qilishni boshlaydi. Inshaalloh Karim, Alloh azza va jalla Shura surasida shularni gapirib turib, keyin Zuhruf surasiga o'tadi. Zuhruf surasi ham Hamim bilan boshlanadi. Ikkinchi sura. Endi bu sura karimada bir duo bor. U duoni ko'pchilik yodlaganlar qilib yuradi. Yodlamaganlar yodlab o'sha duoni bardavom bo'lish kerak. Ko'pchilik markabi bor, mashinasi bor. Mashinaga chiqqanda qaysi duoni qilinadi? Subhanallazi sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina nima? Lamunqalibun. Yodlash kerak-da, bu sunnat. Payg'ambar alayhisalom markabga minardilar, mana sunnat. Sunnat desa ikkita narsani ushlab olavermaylik. Shu sunnatda nima qilayligini qilamiz-da demasdan. Sunnatni juda ko'p, ularni ham bajarish kerak, qolib ketmasin. Payg'ambar alayhisalom markab ustiga chiqardilar, 3 marta takbir aytardilar va 4-chisida subhanallazi sakhkhara lana haza. Mana shu markabni bizga bo'ysundirgan Alloh taolo pokdir. Biz qodir emasdik-ku. To'g'rimi? Qodir bo'lganimizda nimaga 20 yoshimizda o'sha mashinamiz yo'q edi? Unda qodir emas edik. Alloh bizga rizq berdi, ko'paytirdi, keyin o'sha markabni bo'ysundirdi. O'sha markab bo'ysundi. O'tirib, ey Alloh, bu markabni bo'ysundirgan sen poksan. Sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin. Bizning qudratimiz yetmasdi buni bo'ysundirishga.
Va inna ila robbina lamunqalibun. Endi bu nimaga kerak? Albatta biz Allohga yo'liquvchimiz. Nimaga bu oyat, mana shu oyatda orqasida tepasida tugasa bo'lmasmidi shu so'z? Nimaga Alloh taolo buni ham qo'shasiz deyapti? Albatta biz Allohga yo'liquvchimiz degan so'zni nimaga qo'shilyapti? Endi bitta javob. Markablar turli xil bo'ladi. Markablar Iskro, Rossiyskiy, Jiguli, Moskvich mingan odam jek kibrlanib yurmaydi ko'chada. Biladi, bu insonchilik, inson tabiatida bor narsani aytyapmiz. Sal hokisonroq yurishga harakat qiladi. Hozir ko'p hokisorlik qolmagan. Hozir hamma bir-biridan zadida, hamma bir-biridan alamda. Hamma bir-birini so'yib yorsa, urib yorsa, nimadir qisash, yo'lni qisib. Moskvich mingan ham o'sha, qimmat mashina mingan ham o'sha, Damas mingan ham o'sha, hamma bir-birini shuna qilib yuradi. Endi Alloh bu joyda bu oyat keltirish nimaga? Mashinaga chiqqanda Alloh biz senga yo'liqamiz, boradigan joyimiz seni huzuring deysiz deb qo'shib qo'ydi. Buni qimmat mashina minganda insonni sekin havolantiradi-da u. Qimmat mashina mingan odam biladi. Ayniqsa balandroq bo'lsa, insonda bor. Qimmatroq mashina minib ketayotganda bu yoqdagi insonlar pastdinga o'xshab tuyuladi. Insonda bor bu narsa. Hammamizda bor, o'zimizda ham bor. Kerak bo'lsa insonda chiqib ketadi bu. Tabiatda bor, moyillik bor. O'shani Alloh taolo biladi. O'sha kibr kelganda, ey Alloh, bu kibr qayda? Biz kimmiz? U nutfadan yaralgan. Baribir turpoqqa aylanib sana oldinga boramiz-ku. Bu markab nima bo'pti? Oddiy bir temir tersakda. Bari sana oldinga boramiz-ku. Bu qolib ketadi-ku hozir o'lsak yo'lda. O'shanga Alloh seni huzuringa boramiz degan duoni qo'shasiz deyapti. O'shanga bu kibrni o'ldirib turadi. O'shani duo qilish kerak. Mana oyatdan ichiga kirib o'rgansak qanaqa rohat oladi odam. Shunchaki aytib ketilaverardi. Endi buni tushunib aytamiz. Bu markab bo'ysundirgan Alloh pok, biz qodir emas edik buni olgani va endi Allohga yo'liqamiz. Bu kibrlik hech narsa emas, yo'lda qolib ketadi deb yuramiz. Endi Zuhruf surasida Alloh aytadi. Bitta narsa, ko'pchilikning do'sti bor. Ko'pchilikning qiyomatligim va hokazoyim deb turib, gunoh ustidagini ham qiyomatligim deydi. Birga ichib o'tiradiganini ham sen meni qiyomatligimsan deydi. Birga harom ish qiladiganni ham sen meni do'stimsan, kerak bo'lsa birodarim, jannatiyimsan deb qo'yadi. Endi Alloh bitta oyat tushirgan. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. O'sha kunda do'stlar bir-biriga dushmanga aylanadi deydi. Al-akhilla degani eng yaqin do'stlar, bir-birisi tura olmaydigan, har kuni telefon qiladigan bir-biriga. Telefon qilmasa nimaga telefon qilmadi deb yuragi siqiladigan do'stlar. SMS yozmasa yo SMS yozsa 5 minutdan uzoq ketib qolsa javobi. Yuragi siqiladigan do'stlarni Alloh taolo dushmanga aylanasiz deyapti. Illal muttaqin deydi. Faqat taqvoni ustida do'stlashganlargina unaqa bo'lmaydi deydi. Alloh uchun taqvoni ustida do'stlashganlar unaqa bo'lmaydi deydi. Mana shu oyat Zuhruf surasida keladi. Undan keyin bu Zuhruf surasi nima degani? Bu hammasi Makka da nozil bo'lgan deyapmiz-ku, o'shanga aytmayapmiz qayerda nozil bo'lganini. Hamimlarning hammasi Makka da nozil bo'lgan. Zuhruf degani zeb zinat degani. Nimaga? Alloh azza va jalla Makka mushriklariga biz ularni hatto narvorlarni ham zeb zinatlab qo'yamiz, tilladan qilib qo'yamiz kerak bo'lsa. Romlarni ham tilladan qilib qo'yamiz. Tomlarni ham tilladan qilamiz. Uylarni ham tilladan qilamiz. Faqat o'sha oyatda Zuhruf kalimasini ishlatadi. Uyga borib o'sha Zuhruf surasini o'qisangiz, mana shu so'zlar ishlaydi. Hozir arabiysiz aytsa cho'zilib ketadi. Lekin mu'minlar ularga qarab, biz ham shunaqa hayotda yashasak edi, mushrik bo'lsa yaxshi ekanda hayot deb qolmasin deydi Alloh. Qarang, hamma taraflama keladi. O'shanga ma'no shu. Qur'onning o'zidagi lug'aviy ma'nosi bu demoqchi emasmiz. Ichidan olinadigan mag'zi mana shu. Zuhruf surasi zeb zinat degan ma'noni bildiradi. Va undan keyin Duxon surasi o'tiladi. U ham Hamim bilan boshlanadi. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Albatta biz Qur'onni deydi, muborak kechada nozil qildik deydi. Qadr kechasida ham mana shu so'z o'tadi. Duxon surasida ham mana shu so'z o'tadi. Duxon surasi, duxon degan tutun degan. Ba'zi joylarga mamnu duhan deb yozib qo'yadi. Chekish mumkin emas degan o'sha joyda. Ya'ni tutun mumkin emas ekanda o'tib ketmaslik kerak. Chekish mumkin emas deydi. Ya'ni duxon degan tutun nimaga bu desa, ulamolar ikki xil tafsir berishadi. Biri o'sha payg'ambar alayhisalom davrlarida shuna qattiq ocharchilik bo'lgandan insonlarning ko'ziga hamma narsa tutun bo'lib ko'ringan, shu darajada qattiq bo'lib ketgan ocharchilik va Alloh taolo mana shu duxon kuni keladi deb turib oyatda aytgan. Bu mo'jizaviy deyshadi. Ba'zilar esa yo'q, bu qiyomat kuni keladi. Qiyomat kuni hamma yoq tutun bosib, hech narsani ko'rsatmasdan qattiq vahima bilan duxon bo'lib keladi. O'shan tutunni aytishadi. Bu ikkalasi ham to'g'ri. Ikkalasini ham ulamolar sahih gap deyshadi. Sahih tafsir deyshadi. Va undan keyin Alloh azza va jalla Duxon surasida yana o'sha muolajalarni qiladi. Allohga yolg'on gapirmang. Sizdan oldin sizdanda quvvatli bo'lganlarni yo'q qildik-ku deydi. Hay ko'rmaysizmi deydi. Od qavmi, Samud qavmi to'g'rimi?
Abrahani lashkarlari, Mahmud degan fillarni kichkina qushlar bilan yo'q qilib yubordik deydi. Lut qavmi yo'q qildik. Ibrohim alayhisalom davrlaridagilarni hammasini, Fir'avnni Alloh azza va jalla sekin-sekin bizga tushuntiradi. Va shunda bir gaplarni aytadi. Sizlar deydi, to'g'ri yo'lga qayting. Jannatin naimlar bor deydi. Jannatin adinlar bor deydi mana shu Duxon surasida. Zo'r-zo'r jannatlar bor sizlar uchun. U joyda hurlar bor, u joyda mevalar bor. Aminin, xotirjamlikda o'tirib mevalarni yeb o'tirasiz. Chiroyli yashaysiz. Hamma narsani beramiz, faqat chiroyli ibodat qilib keling biz oldimizga. Iymon bilan chiroyli keling deydi. Unaqa bo'lmasa-chi, zaqqum daraxtini yediraman deydi Alloh. Zaqqum, shajaratuz zaqqum desa biling, Duxon surasini o'qiyapmiz, demak o'sha oyatlar keldi. Shajaratuz zaqqum, Duxon surasini oching, oxirgi betlarda shu keladi. Zaqqum daraxtini yediriladi. Och odam qanaqa ovqat yeydi? Tez-tez. Xuddi o'sha zaqqum daraxtini majbur yeyishadi. Va ularga Alloh azza va jalla aytadi. Ustilaridan qaynoq suvlarni quying deydi. Subbu, quying ularning ustidan deydi. Azoblarning hammasini quyib yuboring. Sub degan kalima o'zi sobbada ko'p oyatlarda keladi, chelaklab quyish aytiladi o'zi. Azobni o'sha jahannamdagi hamma lavalarni ustidan azoblab chelaklab farishtalar quyishadi. Keyin bu ovqatni yegin zaqqum daraxtini, bu qaynagan suvlarni ichgandan keyin kag'ol yil hamim qorinlarda qaynaydi u. O'zi asli qorinda hech narsa qaynamaydi, oldin aytganmiz. 1000 gradusli qaynagan suvni shundoq iching, mana yoradi-yu, kuydiradi-yu, qoringa tushgandan 0 gradusga o'ldiradi. Alloh taolo shunaqa qobiliyat bergan. Mana qaynab turgan suvni ichsangiz, mana bu joylarni kuydiradi, yo'q qiladi, lekin qoringa tushgandan keyin o'ldiradi gradusni. Sovuq narsani ham iliq qilib qo'yadi, issiq narsani ham iliq qilib qo'yadi. Shunaqa xususiyati bor ichak yo'llarida. Lekin kuydirib tashlaydi-yu, lekin shunaqa xususiyat. Alloh nima deyapti? Qorningizda qaynaydi u deyapti. Qoringa tushib ham qaynab turar ekanda, ya'ni issig'i ketmas ekan. Shu darajada issiq o'sha million gradusga chiqarib quyib yuborlar ekan. Endi Alloh oxirida nima deydi? Zuq. Tati mana shu narsalarni. Innaka antal azizul karim. Sen juda bir o'zingcha yurarding-ku dunyo hayotda, kirilib, aziz bo'lib, karim bo'lib yurarding-ku. O'zingni katta olib degan oyatlarni tushiradi. Mana shu oyatlar keladi. Undan keyin Josiya surasini o'taymiz. Inshaalloh karim. Alloh azza va jalla Josiya surasini ham mana shu joyda nozil qilgan, ya'ni Makka da aytgan joyimizda Makki sura 37 oyatdan iborat. U ham hamim bilan boshlanadi. Yana Qur'on haqida gapiradi. Yana o'sha Alloh taolo muammolarni hal qiladi. Alloh azza va jalla Jasiya deb nomlagani nimaga? Jasiya degan tiz cho'kish degan. Jasiya degan tiz cho'kish. Payg'ambar alayhisalom fajasistu deb qo'yganlar. Ikkinchi vahiy kelayotganda men farishta Jabroilni ko'rdim osmonda, qoidun alal kursi, kursida o'tirganida fajasistu, tizzalab qoldim degan. Ko'rib, mana tikka turgan odam tizzalab qolsa qanaqa bo'ladi? Shunaqa bo'lib qoldim qo'rqib ketganimdan. Endi Jasiyani Alloh azza va jalla Maryam surasida ham aytadi. Fa robbika lanahshurannahum vashayatin. Robbingizga qasam ularni va shaytonlarni jam qilamiz. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya deydi. So'ng ularni hammalarini jahannam oldida tiz cho'ktiramiz deydi. Bu joyda Jasiya degani tiz cho'ktirish nima degani? Payg'ambar alayhisolamga aytadi: "Taro kulla ummatin jasiya" deydi. Mana shu keladi. Siz ko'rasiz, hamma odamlar qiyomat kuni tiz cho'kkan hollarda Allohning oldida turishadi deydi. Hech kim hech narsa deya olmaydi deb Alloh azza va jalla bu sura karimani ham aytadi. Suralar ana shunday. Ya'ni ma'no ichida bir xil muammolarni hal qiladi Alloh azza va jalla. Makka mushriklarining gaplariga javob beradi. O'shanga ixlos bilan Allohga bir yaqin bo'lib eshitilsa inshaalloh karim foyda bo'ladi. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka va atubu ilayk.